Test natijasini olib boryapmiz. Hozirgina molimizdan qon oldik. Sigirimizdan olingan qondan namuna olib 3 tomchi solamiz bunga. Testga 3 tomchi. Testimizdan chiqqan suyuqlikdan 3 tomchi. Boshqa jarayon ketmaydi. Endi 20 daqiqada o'z javobini aytadi. Mana akalar biz kutgan 20 daqiqadan o'tib, mana ikkitadan oldin test olgandik. Bunda ko'rsatib kelyaptiki, mana men sizlarga buni batafsil tushuntiradigan bo'lsam, C va T bu yerda asosan T ga e'tibor beriladi. T chizig'i yarqi yonsa, C va T chizig'i yarqi yonsa, bu holatda homilador, 100% homilador degani. Bunda C yarqi yonadi va T chizig'imiz qirroq yog'ilsa, bu holda gumon, ya'ni siz 7-10 kundan keyin qaytadan test olib, tekshirib ko'rishingiz mumkin. Bu holatda ham xuddi shunaqa natijani bersa, C chizig'i yarqi yonadi va T qirroq yonsa, ya'ni ochiq, homilador emas degani. Eng asosiysi T chizig'i yonmasa, C va B chizig'imiz yonmaydigan bo'lsa, bu holatda muvozanat 100% homilador emas degani ko'rsatib turibdi. Bunda C chizig'i yonmasdan D va T chizig'i yonadigan bo'lsa, bu holda testimiz invalid bo'ladi. Qayerdadir bir xato va kamchiliklarimiz bor. Mana shunaqa qilib biz ikkita moldan analiz olgandik. Ikkita molning analizi. Mana bu holda bunimiz testimiz yaxshi o'tgan, lekin molimiz ko'rinib turibdiki, muvozanat chizig'lar chiqmagan. Bu holda mana testimiz yaxshi o'tgan, T chizig'imiz yongan, B chizig'imiz yonmagan. Bu holda 100% homiladorlikdan aytiladi. Test yaroqli, yaxshi foydalanishingiz mumkin.